Mazza qildimning navbatdagi soni, diqqat, mazza qiling. Xafalashgan yoki arazlashgan vaqtingiz bir o'ylab ko'ring. Siz haq bo'lmoqchimisiz yo baxtli? Ish qilib ko'miladigan kunimiz o'lgan kunimizga to'g'ri kelsin. Mehrliroq bo'lavering. Siz tejayotgan shirin so'zlaringizga baribir bozordan hech narsa sotib olmaydi. Biz ko'p vaqtimizni pashshalarni o'ldirishga o'tkazyapmiz-da. Biz aslida botqoqni quritish kerak. Bo'ldi. Xo'sh, kimning gapiga maza qildingiz? Malika, Hikmat, Asadullo yoki Baxtiyor? Izohlarda yozing.